Assalomu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur haftaligining 2-soniga xush keldinglar. Xabaringlarda bo'lgandek o'tgan hafta Uyg'urlar munosabatlik xabarlardan to'plab, uningga muloyiza aralashtirib, bir son Uyg'ur haftaligi programmasini ishlagan edim. Bugun bo'lsa, buning davomi bo'lgan 2-soni uchun materiallarni tayyorlab, huzuringizga chiqdim. Hozirgi dunyoda Uyg'urlar munosabatlik xabarlar shu qadar ko'pki, qaysini sizlarga sunishmo bir masala. Bulubmu Amerika Xitoy munosabatiningki yomonlashishiga ergishib, yeklashishiga ergishib, Uyg'urlarningki masalasimi, Uyg'urlarning dardimi yoki Uyg'urlarningki ahvolimi xalqaro taratqulardan tushmayapti. Bu nayt yaxshi bir yuzlanish, yaxshi bir ahvol. Mushu nuqtadan o'tgan haftadami Amerika Xitoy munosabati intayin yiriklashdi va bu yiriklikninki orasida davomli Uyg'ur masalasimi tilga olinib turdi, qatordan tushmadi. Bilganinglardek 2016-yili Donald Trump Amerikaningki prezidentlikka saylangandan keyin Xitoy bilan bo'lgan tijorat urushi boshlangan. Ammo bu urush hozir berib ideologiyalik urush va bexatarlik urushi, geopolitik urush qatorliqlarga taraqqiy qilyapti. Buning qayerga berib to'xtaydiganligini bilmaymiz, ammo vaziyatni davomli kuzatamiz. Mush qatorda o'tgan bir haftada Amerika bilan Xitoyning munosabati bir baldoq yuqori jiddiylashishga kirdi. Jiddiylashish bosqichiga kirdi. Bu bir hafta ichida Amerika Xitoyga qarshi bir yurish qonun loyihalari, qarorlarni ma'qulladi va bir yurish siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Shulardan mush oyning 25-iyulida payshanba kuni Amerika Hong Kongga munosabatlik bir qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika parlamenti Hong Kongning kishilik huquq va avtonomiyasiga buzg'unchilik qilgan korxona va shaxslarni jazolash uchun bir qonun loyihasi sungan edi parlamentga. Bu o'tgan hafta mutlaq yuqori qo'llash bilan ma'qullandi. Xuddi Uyg'ur kishilik huquq qonuni qanday ma'qullangan bo'lsa, bu shundoq yuqori qo'llash bilan ma'qullandi. Undan boshqa Amerika parlamenti o'tgan haftada mushu 1984-yili Xitoy bilan Angliya o'rtasida kelishim hosil qilinib e'lon qilingan Xitoy-Angliya birlashim bayonotiga xiloflik qilgan Beijing doiralarini jazolash, ayiblash qaror loyihasini ma'qulladi. Bilganlar uchun bir takror bilmaganlar uchun bir savod bo'lib qolsin. Hong Kongni Angliya Xitoyga o'tkazib berishdan burun 1997-yilda o'tkazib berishdan burun 1984-yilda ikki taraf kelishim hosil qilib birlashim bayonot e'lon qilgan. Bu bayonotning ro'y bo'yicha Hong Kong yuksak avtonomiyadan bahramand bo'lgan. Shunga toki mushkullargacha yoki 2016-17-yilgacha bu Hong Kong dunyoda ayrim bir gavda qatorida muomala qilinadi. Mayli siyosiy, iqtisodiy jihatlardan. Ammo Hong Kongdagi demokratiyaningki avtonomiyaning chekinishi Hong Kong xalqini Xitoyga qarshi harakat qilishga, kurash qilishga siljitdi. Buning natijasida Xitoy Hong Kongni texmo bostirish uchun yangi tadbir, yangi qonunlarga sig'indi. Shulardan biri Xitoy bir necha hafta ilgari Hong Kong davlat bexatarlik qonunini o'tirib qo'ydi. Va bu qonun orqali Hong Kongdagi Xitoyga qarshi kayfiyatni kontrol qilmoqchi bo'ldi. Mana bu Xitoydagi avtonomiyaning oqibati. Xitoy Sharq Turkistonga 55-yili bergan avtonomiya 2018-yili qandoq irqiy qirg'inchilik bilan oxirlashgan bo'lsa, tugallangan bo'lsa, Hong Kongga 97-yili bergan avtonomiyami 2020-yili mushu bosqichga keldi. Amerika mushunga tadbir elish uchun xabaringlarda bo'lishi kerak bir qancha hafta ilgari Hong Kongga qartilgan alayda imtiyozlarni bekor qilgan edi. Endi bo'lsa, mushunga munosabatli kishilarni jazolaydigan qonunlarni, qarorlarni ijro qilyapti va ma'qullayapti. Endi
tədbir qatarida 26-yılda Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Hong Kongning avtonomiyasi va kishilik huquqiga buzg'unchilik qilgan amaldorlarga viza cheklamasi qo'ydi. Xitoyningki amaldorlarga viza cheklamasi qo'ydi, Amerika ziminiga kirolmaydiganligini bildirdi. Ba'zi xabarlarda bu cheklamaniki shu amaldorlarning urug' tuqqanlari oila taobatlarini o'z ichiga olganligini ko'rsatdi. Chunki Xitoy Kommunist Partiyasiningki nurg'un amaldorlarning urug' tuqqanlari Amerikada, bular boyligini Amerikaga yo'tkaydi, bolalarini Amerikada o'qitdi, masalan, Shi Jinpingning bolalari Amerikada o'qigan, hozir shu yerdami bilmayman. Shunga bu bir ahamiyatga ega. Ammo viza cheklashlar yetarli bir tadbir emas. Amerika bu yerda masalan bek tuzashtiruv usuliga keltirib o'tishdan saqlanyapti. Parlament nayiti kuchli harakat qilyapti, ammo hukumat biroz Xitoy bilan munosabatni yurgizayotgandek darajada ishlarni elib beryapti. Aslida eng texnik qattiq tadbir qo'llanilsa, shu Amerikadagi butun mablag'ni to'nglasda Xitoy amaldorlariniki bu ajoyib ajallik zarba bo'ldi-da. Ammo bunday qilish masalani yig'ishtiruv usuliga keltirishi mumkin. Yana tadbir qatorida Amerika 23-yilda 4 dona Xitoy taratqusini chet elning tashviqot taratqusi, tashviqot ig'izi deb bekitdi. Buning ichida Xalq gazeti, Xitoy xabarlar to'ri, Markaziy Xitoy televiziyasi, undan boshqa Uyg'urlarni to'liq qaraydigan bir Xitoyning zuvoni bor, Yashar vaqt gazeti. Mushularni ko'rsatdi. Bu deganlik endi bularga munosib cheklama qo'yiladi, axborot erkinligidan bahramand bo'lolmaydi degan gap. Aslida bu Xitoy bilan Amerikaningki bu media sohasidagi qarshilashishi bu yilning boshlaridan boshlangan 3-oylarda Amerika bir qism Xitoy taratqularning muxbirlariga cheklama qo'ygan, bir qismini viza berishni to'xtatgan yoki Xitoy qo'g'lab chiqargan. Buning qarta tadbir qo'llanish uchun Xitoy tarafı Amerikaningki ba'zi taratqularning masalan Birlashma Agentlikligi degandek taratqularning muxbirlarini Beijingdan qo'g'lagan yoki viza uzatishni to'xtatgan. Bu sohadagi surkilishlarni kuchayyapti. Xitoy tarafi buningga munosib tadbir qo'llanamiz deb tahdid soldi o'tgan hafta. Xitoyningki Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi buningga qarta kuchli tadbir qo'llanamiz dedi. Mana bu jihatlardan ikki tarafning munosabati kun sari yomonlashyapti. Ammo bular Xitoy Amerika munosabatidagi eng yomon, eng nachar ish emas. Buningdanmi yomoni, sizlarga hozir so'zlayman. Uningdanmi yomoni bo'lsa, Amerika armiyasi Xitoy Janubiy dengiziga 3 dona aviamat keldi. Bu yaqinqi yillardan buyon ko'rilib boqmagan bir hodisa. Amerika armiyasiningki hozir Tinch okean, Hind okean rayonida taxminan 400 mingdek askar bor. Bu 3 dona aviamatni hozir Xitoy bilan Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlarning zamin talash tortishi, orol talash tortishi bo'layotgan Xitoy Janubiy dengiziga yaqin yerlarga 3 dona aviamat keldi. Bu Xitoyga berilgan ya'ni kuchli bir signal. Aslida Amerika Iroq Afg'oniston urushidan chekinib chiqqandan keyin tadrijiy harbiy kuchini Tinch okean rayoniga qaratayotgan edi. Bu xil yuzlanishninki, strategik yuzlanishninki bundan keyin texnik kuchaydiganligini ko'rsatib beryapti. Ammo bu yerda sizlarga so'zlab bergan bor, qiziqarli bir munosabat bor. Bu Tinch okean rayonidagi davlatlar Xitoydan keladigan tahdiddan saqlanish uchun Amerikaga sig'inishni xohlaydi va buni talab qiladi. O'xshashlan Xitoy bilan bo'lgan Amerikaning to'qinishida Amerika tarafida turib qilib Xitoydan bek ig'ir zarba yeb ketish yoki o'zining mustaqilligini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, yana Amerikaga butunlay berilishni va Xitoy Amerika munosabatini bek yomonlashib ketishini xohlamaydi. Amerikaning rayon tangpunligini saqlab berishni orzu qildi. Chunki bir davlat bo'lishi bilan ular ikkisining birini tanlashga majbur qilishni xohlamaydi, balki ikkisining to'qinishidan muayyan mustaqillik, bo'shliq hosil qilishni va u bo'shliqda bir erkin qaror chiqara oladigan, o'zining egalik huquqini ishlata oladigan bir rol elishni orzu qiladi. Shuning uchun bu davlatlarning psixik bir arasaldiligi diqqatni tortadi.
Ondan başqa rayondakı yana bir taraqqiyot şu Xitoy Hindiston o'rtasidagi chegara to'qinishining kuchayishi bilan bu rayondagi vaziyatning texnik jiddiylashishi. Masalan, Hindiston 2021-yili Xitoyga S-400 boshqa havo mudofaa sistemasi sotib bermoqchi ekan. Buni bu yil oxirigacha bitirib beradigan bo'ldi. İki tarafdan diplomatiya ministrligi ko'rishgandan keyin o'tgan hafta bu qaror chiqdi. Bu yerdami bir qiziqarli munosabat to'g'ri bor. Ben bunu bu videoda tafsil so'zlab bo'lmayman, qisqacha so'zlab beray. Bu rayon intayin xatarlik bir rayon. Qarasanlar dunyoning 4 dona yadro davlati şu Asiyaning cho'kkan rayoniga markazlashgan. Hindiston, Pokiston, Xitoy va Rossiya. Bu 4 davlatning o'rtasidagi munosabat intayin qiziqarli. Qaraydigan bo'lsak, Rossiya Xitoy bilan ittifoqdosh. Ama Xitoyning raqibi yoki dushmani hisoblangan Hindiston bilan yaqin munosabatni saqlab kelyapti. Ondan keyin Xitoy bo'lsa Hindiston bilan raqib, Rossiya bilan yaqin ittifoqdosh, ammo Hindistonning raqibi dushmani bo'lgan Pokiston bilan yaqin munosabatni saqlab kelyapti. Endi ham Xitoyning ham Rossiyaningki raqibi hisoblangan Amerika bo'lsa, hem Pakistan bilan hem Hindiston bilan yaqin harbiy va iqtisodiy hamkorlikni saqlab kelyapti. Ya'ni bu yerda shunday bir murakkab kuchlar to'g'ri mavjud. Shunga bu rayonningki muqimligi yoki jiddiylashishi mana shu damqonning putlarininki o'zgarishi, mushlarninki yo'tkilishi, mushlarninki eg'irligininki, salmoqininki jinniklashishi yoki eg'irlashishi bilan munosabatlik. Endi o'tgan haftada yana bir Amerikaningki Xitoyga tutgan muomalasininki naqadar qattiq bir bosqichga borganligini bildiradigan yana bir bayonot Trumpningki davlat xavfsizlik maslahatchisi Robert O'Brien'dan keldi. Robert O'Brien 25-yil payshanba kuni Amerikaning Arizona shtatida korxonchilar bilan ko'rishdi. O so'zida Amerika'nın 1930 yıllardan bu yan taxminen 100 yıl degan gap. 100 yıl vaqtdan bu yan Xitoyni bexatarlik va diplomatiya jihatda xato tunib, eg'ir xatolik sodir qilganligini eskartdi. Tarix qaraydigan bo'lsak, Amerika izchil Xitoyni qo'llab kelgan. Mayli Iroq tarixidagi Xitoyga 8 davlat hujum qilgan vaqtda, Beijingni ishg'ol qilgan vaqtda Amerikaning tutgan pozitsiyasi bo'lsin. Mayli 71-yili Sovetni cheklash uchun Amerikaning Xitoyni yeniga tortib, xalqaro sistemaga kirishi bo'lsin. Xalqaroda bir odam bo'lib qolsin deb qoida usullarni o'rgatishi bo'lsin. Bularning hammasi Xitoy qilingan cho'ng bir fursat, Xitoyga ta'minlangan cho'ng bir fursatdi va yordamdi. Mush nuqtalardan chiqib aytganda Amerika haqiqatan xatolik sodir qilgan. Mushuni davlat xavfsizlik maslahatchisininki tilga olishi bu intayin muhim ahamiyatga ega. Bu Amerikadagi shu umumyuzlik Xitoy qarshi bir tunishning shakllanganligininki bir bishorati. Ammo bu yerda iqtisodiy munosabat bo'lganligi uchun yana Amerikadagi orsoldilikmi ko'zimizga ko'rinib turyapti. Yana Xitoyga bir tarafdan qattiq tepkisi bor, yana bir tarafdan munosabatni buzg'usi yo'q bo'lishdek bir masalami Amerika siyosiy sahnasida o'zini pat-pat ko'rsatib turyapti. Endi Amerika Xitoy o'rtasidagi to'qinish o'sha to'xtasin, endi biz o'zimizningki Uyg'urlarga munosabatlik taxmin munosabatlik, albatta Uyg'urlarga munosabatlik bir yurish xabarlar haqida mulohazamizni davomlashtiraylik. Mushayning 24-kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi terrorlik qarshi turish komiteti 2019-yillik terrorlik qarshi turish dokladini e'lon qildi va dokladda Xitoyning Uyg'urlarni terrorlikqa bog'lab bostirishini tamamen yo'lsizlik deb eskartdi. Bu Uyg'urlarni 11 sentabr vaqasidan buyon qasddan xalqaro terrorizmga bog'lab turib, bostirishni davomlashtirayotgan Xitoyga berilgan bir signal va Uyg'urlarning xalqaro sahnada dadil faoliyat qilishi uchun siyosiy jihatda hudud surmasligi uchun ochilgan bir yo'l. Shunga bu jihatda bundan nihoyat yaxshi bishorat elish kerak.
Yana o'xshashla 25-kuni Amerika odam atkazchiligi dokladini e'lon qildi. Bu dokladda bo'lsa, shu Uyg'urlarni majburan bekitish masalasi tilga olindi. Uyg'ur tilining o'tgangi sonida men Turkiyadagi bir to'p 100 ga yaqin advokatninki Uyg'urlar uchrayotgan zulmni BDT kishilik huquq komissiyasiga yetkazganligini e'lon qilganligini so'zlagan edim. Mushayning 27-kuni bu doklad BDTga yetkazilibdi. Turkiyaninki taratqullari mazkur faoliyatni olib borgan kishilarninki ochgan axborot e'lon qilish yig'ini haqidagi xabarlarni berdi. Bunda deyilishicha, bu doklad BDT kishilik huquq komissiyasiga yetkazilgan va u yerdagi kishilar bu doklad haqida baholashni boshlagan. Oxirida sizlarga elib qo'ygan cho'ng bir xo'sh xabar bor. Uyg'urlar munosabatlik katta bir xo'sh xabar. U bo'lsa-mu 22-yillar Berlinda Tajidar guvohchi degan bir kitob e'lon qilindi, nashr qilindi. Bu kitobda lager şahidi Sayragül'ning ish izlari tunishtirildi. Xabarlarda bo'lgandek, Sayragül shu yili 3-oylarda Amerika tarafidan Jasur ayol mukofotiga erishgan. Sayragül'ninki ish izlarininki kitob qilib yozilishi menimcha nihoyatda kuchli, zo'r ahamiyatga ega. Yana mush qatorda Mehrigul Tursun, Zumrat Tursun, Ömer Bekali, yana boshqa men ismini bilmagan nurg'un hadilarimiz, akalarimiz shu Xitoyninki lager masalasida dadil o'tirg'i chiqqan guvohchilarimizningki ish izlari kitob qilib yozilishi lozim deb qarayman. Bu intayin muhim. Navbatda biz tegishli ishlarninki eng muhimlaridan biri. Shunga qo'lda qalam tuta oladigan, yoza oladigan insonlar bu jihatda kuchish kerak. Bu xil kitoblarni chet ellikda yozsa texi yaxshi, ammo Uyg'urlar yozsa texi yaxshi. Ish qilib bu Xitoyninki qilayotgan jinoyatlarininki pakiti, shohidi bo'lib, ham al-Royni qo'lga keltirish, ham dardimizni dunyoga anglatish, ham Xitoyni xalqaro sudga tortish yoki bo'lmasa xalqaroda jamoat fikrini bitimga qo'shtirib jihatlardan zo'r ahamiyatga ega. Hozir chet elda qila oladigan ishlarning ichida, bo'libmi ziyolilarning qila oladigan ishlar ichida eng muhim ishlardan biri shu deb qarayman. Uyg'ur haftaligining bugungi soni uchun tayyorlagan mazmunlarim shuni bilan oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsanglar, yoqtirish belgisini bosib qo'yinglar. Foydali deb qaragan bo'lsanglar, boshqalarga ham bayrlab qo'yinglar. Agar bu xil mazmunlardan davomli foydalanib turay desanglar, o'ychan paranglari qanilga a'zo bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat, kelasi onda ko'rishaylik.